O'qiysanmi? Qani o'qichi? A de. B. Voy o'rgiling, sana shu bilasanmi? O'qishni ham bilasanmi? O'rgataymi o'qishni? O'zing o'qishni o'rganasanmi? Ha? Qani o'qichi? Rasmlar bor, kitob kerak ekan-a senga? Mana seniki. Ha, bu ham seniki. Senga rasmli kitoblar olib beraman. Sen bularni ko'rib turgan, xo'pmi? Bu kim? Opasi, Buchi. opasi, Ha, akasi. sen shularni ko'rib turgan, xo'pmi? Odatda bolalar qo'liga kitob olmaydi, bolalar kitob o'qimaydi deymiz. Lekin bolalar qo'liga kitob olishi uchun avvalo biz kattalar qo'limizga kitobni ushlashimiz va bolalar o'qishi uchun albatta biz o'zimiz o'qishni o'rgatishimiz kerak. Mana hozir nabiram kitobga qiziqib o'qiyapti. Yozishni ham o'rganishga qiziqishi bor, lekin hozir qarasam rangli kitoblar yo'q ekan. Albatta bugun Alisher Navoiy kutubxonasiga borishim kerak edi. O'zim uchun kitob olganimda albatta do'konga kirib, mana shu kichkinagina nabirachamga ham chiroyli kitob olib kelaman. Maylimi, Sevinch? Qalam olib keling, qalam. Qalam olib keling, yana nima olib keling? Qalam olib keling. Yana nima olib keling? Ahab keling. Aha, kelaman yanachi. Chiroyli kitob olib kelingmi? Hadi kitap olib keling. Bo'lmasa sen o'qib o'tirib turgin, men chiroyli kitob olib kelaman, xo'p? Xayrda. Hadi. Xayr. O'qib o'tir. Manzilga yetib kelganimda odamlar bilan gap jum edi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasiga yetib keldim. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasini ziyolilar maskani, kitobsevarlar o'quv dargohi, ilm istovchilarning sevimli joyi deb bilaman. Bu yerda bilimga tashna yoshlar, talabalar, tadqiqotchilar uchun barcha qulayliklar, zamonaviy sharoitlar yaratilgan. Ularni kuzatib 5-qavatga ko'tarildik. Bu yerda katta majlislar zaliga kiraman hozir. Albatta, bu yerda kitob taqdimoti. Qaysi kitoblarni deysizmi? Uni birgalikda ko'rasiz va ko'ramiz. Fevral oyi g'azal oyi. Fevral oyi yilning go'zal oyi degan fikrlar bor. Bugungi tadbir ham shunga bir misol. Bu yerda Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 540-yilligi munosabati bilan Boburnomaning qirg'izcha tarjimasi, O'zbekiston Respublikasi prezidenti qaroriga ko'ra tayyorlangan Bobur asarlari lug'ati va turkiy boburshunoslik kitoblarining taqdimot marosimi bo'ladi. Har yili Zahiriddin Muhammad Bobur yoki Alisher Navoiy ijodi, faoliyati, shaxsiyatiga doir bo'lgan yangi ilmlarni o'rganamiz. Chunki Navoiy va Bobur dunyosi, ularni o'rganish hech qachon tugamaydi, oxirlashmaydi. Aslida kitob taqdimoti nima u? To'yguncha muallifni maqtashmi yoki talab va takliflar bildirishmi? Bugungi kitob taqdimoti bahs munozaralarga boyligi bilan ham o'ziga xos tarzda qiziqarli tus olib, mazmunlarga boy bo'ldi. Bu lug'atni birinchi navbatda men e'tirozim mas'ul muharrirga. Lug'atchilik bu fan, ilm bu. Zulqumar aytdilar, qayta qilmayapti. Qaytadan usta qattiq ishlab chiqish kerak. Chunki Boburga munosib lug'at bo'lishi kerak, o'rtoqlar. Bobur degan chakana odam emas-da u, ko'chadagi odam emas-da u. Unga munosib lug'at bo'lishi kerak. Har bir so'zining ma'nolari, izohlari qolgan ma'no tog'lanishlari aks etishi kerak. Lekin nima bo'lganlari juda katta ish qilingan, odatda boshlanishi juda katta gap. Chunki hozirdan ikkita lug'at bo'lgan, Boburning asarlari bor. Lekin bu nisbatan mukammalroq, to'laroq. Lekin buni
yanada mukammallashtirish kerak va ilmiy lug'atga aylantirish kerak. Bu Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili adabiyoti instituti bu oddiy institut emas u. Shunday bo'lgandan keyin bu lug'atni juda jiddiy qayta ishlab chiqish kerak. Jiddiy ishlash kerak. Buni bu yerda to'g'ri asos bor, lekin uni jiddiy ishlab, haqiqiy gapimni yana qaytaraman. Boburga munosib lug'at bo'lish kerak. Domla bu yerda kerakli gaplar aytinglar dedilar. Kerakli gap shuki, bu tilni hech kim mukammal bilmaydi. Manga qasd Mahmud televizorda ham aytdi. 90-yildagi o'zbek tiliga nisbatan bugungi o'zbek tili rasvoyi raddi balo. O'zbekcha emas hammasi, ruscha. Onasi qiziga gaplashib olishimiz kerak deydi. Qaysi ona tarixda shunaqa degan qiziga gaplashib olishimiz kerak? Ruscha namada pagavarit degan karka usul o'tiring. Karka usuldagi nimasi? Uni o'rniga o'zbek ona qizim o'tirib tinchmisan, yaxshimisan, nima gap? Sen nima gap aytding, nima deydi? Ona ham shunaqa deydi. Namada pagavarit. Bundan keyin avvalo assalomu alaykum. Bundan keyin assalomu alaykum degan kalomni oldiga qo'yadigan so'z bormi dunyoda? Yo'q. Rus tilida prejde всего deydi. Bu boshqa ma'noda berilgan. Undan keyin o'zbek tiliga jinursun qayerdan keldi? Rus tilidagi cho'rtta beri. O'sha jinursuni kim gapirsa, o'shani jinursun deyishimiz kerak. Undan keyin qayerga bormang, avvalo shuni ta'kidlashimiz kerakki, bu birodar ta'kidlamasdan aytadi. Shuni ta'kidlashimiz kerak deydi. Hammasi shunaqa bo'lib ketyapti. Hammasi. Bu ketishda o'zbek tili tanazzulga yuz tutadi. O'zbek tilini o'qitishimiz kerak, to'g'ri o'qitishimiz kerak. Qizg'in bahs munozaralarga boy bo'lgan tadbirda taqdimoti bo'lib o'tayotgan 3 ta kitob ham shunchaki paydo bo'lmagani, juda katta mehnat, peshona teri evaziga yozilgani ta'kidlandi. Va bugungi kunda faol tashkilotchi, jonkuyar olimlardan biri sifatida ziyolilar maydonida yarq etib paydo bo'lgan filologiya fanlari doktori Shuhrat Hayitovning ilmiy izlanishlari ustida to'xtalishdi. Shu bilan birgalikda filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Xosiyat Bekmirzayevaning otasi Bobirnomaning qirg'izcha tarjimasi bo'lishini orzu qilgani, 100 yillar avval bo'lishi kerak bo'lgan ishni Xosiyat Bekmirzayeva o'z zimmasiga olib 18 yil izlangani, 2,5 yil mobaynida o'tirib tarjima qilgani va bugun Bobirnomaning qirg'izcha tarjimasi chop etilgani haqida so'z bordi. Qisqasi, vaqtim bu yerda bekor o'tmadi. O'zim uchun ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldim. Jumladan, Bobirnomaning 17 ta qo'lyozmasi borligi, 2 ta asl nusxadan tarqalgani, bugungi kunga kelib 22 tilda tarjima qilinib, 8 milliondan oshiq nusxada chop etilgani va yana Hindistonda 3 ta fasl bo'lishi, bahorni o'limlar fasli deyilishi. Chunki 2 oy mobaynida tinimsiz yomg'ir quyishi natijasida sellar bo'lib, o'limlar ko'p bo'lishi. Umuman, mana shu kabi yana ko'plab ma'lumotlar, yangiliklarga ega bo'lib, ma'naviy ozuqa olib chiqqanim rost. Kuni kecha bizda yangilik bo'lyapti. Bobur xalqaro fondida konferensiyada ishtirok etib keldim. Qozog'istonda fondda filiali bor. Professor Islom Jemini tomonidan Bobirnomaning so'zlik lug'ati yaratildi. Qirg'izcha, qozoq tilida yaratildi. Mana sizga bugun Boburga bo'lgan munosabat. Siz 8 millionta dedingiz Botir aka. Butun bugungacha bitta inglizcha tarjimalari 10dan ziyod tarjimalari bor. Hali yuqoridagi 4 ta dedi, u fikrga qo'shilmayman. Dunyo boburshunosligini o'rganganman, shuncha aytaman. Siz nima deb o'ylaysiz? Xo'sh, kitob yozish qiyinmi yoki uni o'qishmi? Bu savolga ba'zi mualliflar hammasidan ham uni chop ettirish qiyin-o deb javob berishadi. Aslida har bir ishning o'ziga yarasha mas'uliyati, mashaqqati, mehnati borki, shunda eng osoni o'qish bo'lib ko'rinadi. O'qish bizga bilim beradi, ma'naviyatimizni boyitadi. O'qib, o'rganishga bo'lgan munosabatni bolalikdan shakllantirish esa hayotimizdagi eng yuksak maqsadlardan biri bo'lib ko'rinadi. Hozir tadbir yakunlandi. Endi men kitob do'koniga borishim kerak va nabiram
Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida bo'lib o'tgan bugungi tadbirni Zoom orqali yurtimizdagi barcha kutubxonalarda va xorijda ham kuzatib borishdi. Nima qildingiz? Yo'q, qarang, nima qildingiz? Kitob o'qidingizmi? O'qidingizmi? Yaxshi o'qidingizmi? Voy, yaxshi o'qiganingiz uchun men sizga-chi yana kitob beraman. Mana sizga nima olib keldim. Marhamat Alizam. Kitob bor uyga nur, fayz yog'ar desam, bu balki kitobiy gapga o'xshaydi. O'qishga ochilgan kitobni ko'ring, duoga ochilgan kaftga o'xshaydi.